Shovatda ina svet yo'q ekan, shunday bo'lsa ham shovatlar molades. Shunday generatorlarni qo'yib turib, kichik biznes boshlayotganlar batutlarni chishib turibdilar, o'rnatish jarayonlariga ketib turibdi. Bahana topmaydigan bular, bahana o'tmaydigan shovatlarga. Shu aytamanlarimi? Aytadigan shu ishni do'stlar. Molades lekin. Razmeri 8/5lik bo'ladi, baholari 22,5 million so'm atrofida do'stlar. Bemalol sizlar aksiyada, bonusda buni bemalol xaridlab olib Urganch markasidan klientlari komplektidan qo'shib beriladi va bemalol o'zingiz biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Mana Urganch markasidan batut xarid qildik. Katta rahmat, yana yetkazib, vazina dastlabki hammasini olib keldilar. Baholari 22,5 milliondan shuni xarid qildik. Nalari bilan, bonuslari bilan. Va sveti yo'q, shuni ochishib bilmadik. Kichkina biznes uchun ham bolalarni shu hojatini chiqarib beradi shu yerda hamisha. Urganch markasini olishni tavsiya etaman. Eng arzon yer Toshkentdan so'rab surishtirdik, ham menda so'rab surishtirdik. Eng arzon yeri sifatli Univermark. Keyin bo'lsa navbatdagi ikkinchi batutimizni olib turib to'g'ri biza Qoraqalpog'iston Beruniya yo'l oldik do'stlar. Hurmatli obunachilar, va nihoyat batutimizni o'rnatib berdik. Bu batutimizni ko'rib turibsizlar. Küçükçe variant bo'ladi. Shundan chiqadigan joylari bor. Mana tog'a chiqsangizlar bo'ladi bunday. Hoppa. Keyin mana uradigan joylari bor. Mana depadan joylari bor. Kerak bo'lsa yana. Ham desa balandligiga kelsak 5 metr atrofida bo'ladi. Balandligiga ko'rib turibsizlar. Ichi doib tushadigan joylari bilan birga ishora doib tushadigan joyi qistiriladi. Beshandan görünüşünü ko'rib turibsizlar. O'lchamlari 8/5lik. Narxi 22,5 million so'm. Bonuslari bor. Kliyi mut qo'shib beriladi va dastavkasi, o'rnatib berish xizmatlari, sotib ishlatishni o'rgatisham shuning ichida hisoblanadi. Va o'rnatib bergan so'ng yaksa pulini to'laysiz. Aynan shunday qulayliklari bor Urganch markasida. Va bu videoni donishlaringizga yarib qo'yib, bu biznesni sinab ko'rsanglar, biza agar shunga sabab bo'lsak, foydalanib qolsalar xursandmiz. Like bosib kommentariyada fikringizni yozing. Aynan batut biznesi yaxshimi? Noda bo'lasiz.